Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktika oyligi doirasida o'tkazilib kelinayotgan nazorat reyd tadbirlari davomida Zarafshon shahrida shaxsga oid video va foto suratlarni tarqatish bilan bog'liq jinoyat aniqlandi. 2005-yil Navbahor tumanida tug'ilgan fuqaro o'ziga avvaldan tanish qizning shaxsiy foto suratlari va video tasvirlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan po'pisa qilib, evaziga undan 30 million so'm pul mablag'larini talab qiladi. Zarafshon shahar ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs kelishilgan pullarni olayotgan vaqtida voqea joyida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolardan bunday tahdid yoki tovlamachilik holatlariga duch kelgan taqdirda zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Har bir murojaat qonuniy tartibda ko'rib chiqiladi va aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishi ta'minlanadi.